Alo. Birgina noma'lum Telegram qo'ng'iroqni qabul qilinishi sizni bo'yningizga 100 million so'mgacha bo'lgan kredit ilinishi mumkin. Bu yangi firibgarlik turi bo'lib, unda kiber firibgarlar sizga Telegram orqali video qo'ng'iroq qilib, video qo'ng'iroqni qabul qilganingizdan keyin yuzingizni identifikatsiya qilib, olingan ma'lumotlardan bankdan sizning nomingizga kreditlar rasmiylashtiradi. Kiber firibgarlar chiqarilgan kreditlarni o'zlashtirsa-da, siz sizning nomingizga chiqqan kreditni o'zingiz qaytarasiz. Ogoh bo'linglar. Hatto qiziqib ham noma'lum Telegram qo'ng'iroqlarni qabul qilmanglar. Tavsiyalarga amal qilmasdan bunday video qo'ng'iroqlarni qabul qilar ekansiz. Qimmatli vaqtingizni haqiqat izlab yo'qotasiz. Baribir kreditni to'laysiz. MyGov portali orqali o'zingizning nomingizga kredit olishni taqiqni qo'yishni unutmang. Videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Siz bilan advokat Yunusbek.